yaxshi strategiyacha yaratdik. O'sha strategiyani sizlarga taqdim qilmoqchiman. Solpikda sinab ko'ramiz. Men o'zim Trompik, Benefik, Solpikda sinab ko'rdim. Effekt berdi. Kam balans bilan, sabr bilan bir kunda 5-6 marta kirib balanslaringiz ko'tarsalaringiz, level ko'tarsalaringiz bo'ladi. Ikkalasiga ham, levelga ham, balansga ham to'g'ri keladigan strategiya. Birinchi navbatda qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Mana misol ro'yxatdan o'tish. Birinchi marta kirayotganlar uchun ro'yxatdan o'tish bosiladi. Tak. Mana bu joyga foydalanuvchi nomini kiriting deyapti. O'zi mana o'zbek tiliga o'girib olsalaringiz bo'ladi. Saytda mana bu 3ta chiziqda nastroykasi bor. Bu yerga elektron pochtangizni kiritasiz. Bu yerga parol kiritasiz. Parolni takrorlaysiz va mana bu yerda mana bu kapchani terasiz. Ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Men ro'yxatdan o'tib bo'lganligim uchun login parolim borligi uchun men loginni kirib bosamanda kiraman. Ikki faktorni kiritamiz. Svязimiz juda sekin. Mana kirib ham oldik. Har soatda kapcha beradi. U kapcha bilan misol mana kam balansni ko'tarsangiz ham, levelni oshirsangiz ham hammasiga to'g'ri keladigan strategiya. Minimalkadan o'ynaymiz. Balanslaringizga qaraysiz. Men balansim ko'p bo'lsa ham minimalkadan o'ynayman, chunki sabr bilan yig'sak juda yaxshi bo'ladi. Strategiyani bosamiz. Tak. Chunki lubbay strategiya ham ishonchli emas. Baribir hammasi yutqazishga olib keladi. Shuning uchun ko'p marotaba tez kam o'ynash kerak. Har soat yo har 2 soatda bir kunda 5-6 marta o'ynasa effekt beradi. Unda ham toshni 400-500 tagacha tashlash kerak. Undan ziyod azartga kirib qoladi. Videoni oxirigacha tomosha qilsalaringiz strategiyani ko'rsatib o'taman. O'zlaringizga ma'qul qilib taxlab olasizlar. Qani boshladik. 100 ta tosh tashab ko'ramiz, video cho'zilib ketmasligi uchun. Shu 100 ta toshda qancha minusga yoki plyusga kirishimizni kuzatib o'tamiz. Jarayon ketdi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek ko'rsatyapti. Mana bu sanoq. Ikki mingta tosh yig'dik hozircha. Bir kundan beri o'zim buni o'ynab
tajriba qilib ko'rdim. Effekt beryapti. Hozircha yaxshi. Trompik bilan solpikda effekt berdi. 90% deylik, 99% effekt berdi, lekin Benefitda effekt bermadi. Sizlardan yashirib nima? Mana hozir 107 taga o'tib ketdi. O'zi boya balansimiz yaxshi ko'tarilgan edi. Video cho'zilib ketmasligi uchun men pauza berdim. Shunda ham 3887 ta tosh ishlabmiz mana. Endi do'stlar, strategiyani ichiga keladigan bo'lsak, mana strategiya. Screenshot qilib olingizlar. Mana birinchisi, mana ikkinchisi, mana uchinchisi, mana to'rtinchisi, mana beshinchisi, mana oltinchisi, mana yettinchisi. Buni o'zlaringizga ma'qul qilib xohlagan narsalaringiz qo'shishlaringiz mumkin. Sinab ko'ringizlar. Mana misol qo'shishni bosib, mana men misol kursorni almashtiraman. 4 martada bir almashtiramiz deylik. Tak, kattasi yoki kichigiga o'tkazishni qo'yamiz. Bir 50 ta tosh tashlab sinab ko'ramiz. Sizlar uchun qani most effekt bundan ham kuchliroq bo'lar. Ketdik. Video cho'zilib ketmasligi uchun kam tosh tashlab ko'ramiz. Bu yog'ini sinab ko'rsalaringiz sinov davomida o'zi aytadi strategiyani qanaqaligini. Minusga kiramizmi, plusga o'tamizmi, 50 ta toshda to'xtatamiz. Saytlar ishonchli sayt, bemalol ishlab pul chiqarishlaringiz mumkin. Videolarimda ko'rsatganman. Qaysidan qancha pul chiqarganimgacha hammasini. Mana bunda boyagisida 3000 qancha edi, bunisida 4000 ta tosh yutdik. Mana shunaqa ishlab ketaverasizlar. Mana strategiya. O'zlaringizga ma'qul qilib tayyorlab olasizlar. Yoqmagan joyini o'zgartirish kiritib, prosta bu ham bir qo'llanma. Xayr, sog' bo'lingizlar. Videoni opsiyaniyasida silkalarni qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib, like chani bosib qo'yingizlar. Rahmat.